Biroq sizga challenge: Minecraftda bir kun iloji bo'lsa tepada yashang. 10 daqiqa pastda turasiz ovqat yig'ish uchun. 10 daqiqada nimalar qilib, 10 daqiqadan so'ng xohlagan tepangizga chiqib, shu yerda kechqurun bilan yashang. Bir kun yashab ko'ring. Omad xohlasangiz o'sha tepada joyini kattalashtirib, bloklar qo'yib qilsangiz bo'ladi. Omad bro. Hammaga salom do'stlar. Sizlar bilan oshasiz bilan tanigan Alimen do'stlar. Bizga shu bitta obunachimiz challenge yozdi, shu challenge bajaramiz. Videoni boshqa chiqarganimdek, shu challenge bajarishga harakat qilamiz. Qani maza boshlashdan oldin like va obuna bo'lsangiz, qancha biz boshladik. Do'stlar, birinchi like va obuna bosamiz. Biz videochani boshladik. 10 daqiqada hozir soat 6:24. 33 ga boshladik. Tugatamiz. Do'stlar, video yoqayotganimiz sizlar ham kommentga shart berib ketasizlar. Keyingi videoda sizni kommentingizni chiqarishim mumkin. Eng baland qayerda ekan? Bu yerda yo'q baland. Do'stlar, 50 ta obunachiga erishishimiz kerak ey do'stlar. Mashhurgacha 50 ta obunachi. Davay, shanba kungacha 2 kun ichida 50 ta obunachi. Va keyin yangi video. Do'stlar, 1000 ta obunachiga erishganingizda jonli efirni boshlaymiz do'stlar. Jonli efir qilishni boshlaymiz. Savollar bo'lsa keyin shu jonli efirda berasiz. Yo'qsa birgalikda bitta server ochib ularni o'ynaymiz do'stlar. Ko'mir ham kerak bo'ladi do'stlar. Keyingi videoda nima haqida bo'lsa kommentga yozib ketamiz. Shunga qarab men
yangi videoni chiqaraman. Hali do'stlar vaqt bor ekan. Necha minut qoldi? 5 minut vaqtimiz qoldi do'stlar. O'zim tushib ketdi. Shu tog'da yashab qolamiz, ketdik bizlar. Bir kunimizni o'tkazishimiz kerak. Sizlar kim men bilan ularni o'ynamoqchi bo'lsa, Telegram kanalimizga o'tadigan shu yerda o'zimni qoldirgan shu lichkamga bog'lansin. Birgalikda keyingi videoni shu odam bilan olamiz. Mana shu videoni obunachilar ko'rayotgan bo'lsa kerak. 4 minut bor. Nima qilsa bo'ladi 4 minut ichida ovqat yesa. Do'stlar, mana shunaqa belgida kimdan chiqqanmiz? Kanet bo'lsa. Yomon belgi mana shu belgi. Shunga yoqmaydi menga. Jarayon buzib ketadi. Korotch tog' tepasida turamiz. O'zimizga joy qilib, kechqurun bilan ertalabgacha turib beramiz. Video tugaydi. Ertachi boshlasa, kishilar qolsa kerak. 3 minut oldin boshlasa. Tepeki mol hamma go'shtlar pishirib olsam ozrog'ini. Mening bilan tomosha. O'zim territoriyamni belgilab qo'yaman. Mana kechqurun bo'lyapti. Shu kechqurun turib qolishim kerak shu joyda. Hokkil yoqib qo'ysam nima bo'ladi do'stlar? Yerga versdak qo'yamiz. Vakilchani olamiz.
tosh beradilar pechkaga. Yashab qolaolamanmi do'stlar? Hozir komment yozib qo'yamiz. Aytib qo'yasizlar. Qarab oxirida chiqadi javob. Video oxirigacha ko'ring lekin do'stlar. Mana birinchi. Ikkinchi mehmonim kelmoqda. Do'stlar, bu shartni bajara olmadim.